Amerika fuqaroligini olish qiyinlashyaptimi? Bir necha kun avval e'lon qilingan yo'riqnomaga ko'ra, ingliz tilida policy memo, bundan keyin Amerika fuqaroligini olish uchun topshirilgan arizani har bittasini jiddiy, keng qamrovli va to'liq ko'rib chiqish talabi qo'yilyapti. Bu nima degani? Misol uchun siz hozir kuzatuvchilarim orasida Amerika fuqaroligini olganlar bor bo'lsa, bu jarayon nisbatan oson kechganini eslashi mumkin. Shunday edi bugungacha. Ammo bu yo'riqnomaga ko'ra bundan keyin Amerikada yaxshi bola bo'lib yurishi o'zi yetarli emas. Noqonuniy xatti-harakatlarni qilmasdan yurganligini o'zi yetarli emas, balki bevosita qandaydir o'ziga xos assimilятsion jarayondan o'tganini, Amerika hayotida faol ishtirok etayotganini ko'rsatib berishi kerak deyiladi. Va bunda eng asosiy e'tibor beriladigan narsa bu kishi o'zi a person of good moral character, ya'ni yaxshi xislat, yaxshi fazilat egasimi, yaxshi axloq egasimi, yo'qmi, buni ko'rsatib berish kerak deyiladi. Mana endi savol tug'iladi. O'zi mana yo'riqnoma bunday ko'rinishda fokus oladimi yo'qmi bilmayman. O'zi mana endi savol tug'iladi. A person of good moral character, ya'ni yaxshi xislat egasi kim o'zi degan savol tug'iladi. Buni aniq ta'rifi yo'q, balki uni teskarisidan ketiladi. Kim yaxshi axloq egasi emasligi amaliyotda ko'rsatilgan va bu asosan jinoyat sodir etganlar. Bu yo'riqnomaga ko'ra bundan keyin Amerikada shundoqqina yaxshi yurgan, bilmadim, noqonuniy harakatlarni qilmasdan yurganligini o'zi yetarli emas, balki jamiyat hayotida faol ishtirok etgan kishi bo'lish kerak deyiladi. Mana bunda asosiy e'tibor beriladigan faktorlar ham keltiriladi. Bu asosan jamiyat hayotida faol ishtirok etyaptimi, yo'qmi? Oilaviy munosabatlari qanday, farzandlariga g'amxo'rlik ko'rsatyaptimi, yo'qmi? Ta'lim darajasi barqaror, ishi bormi, yo'qmi? Soliqlarni o'z vaqtida to'layaptimi, yo'qmi? Bularning hammasini e'tiborga oladi. Mana bu nuqtada yana o'sha qizuv jihati, hali amaliyot qanday rivojlanishini kuzatamiz albatta. Mana barqaror mehnat faoliyati bormi, yo'qmi degan talab qo'yilyapti. Aytaylik, siz Amerikada yuribsiz, hech qanday qonun qoidalarni buzmagansiz, ammo barqaror ishingiz yo'q, uzoq yillar ishsiz bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bu holatda ham demak fuqarolikni olish demak qiyinlashishi mumkin. Amaliyot qanday rivojlanishini kuzatamiz. Hozircha shu. Marylanddan langarli salomlar.